Carlo Ancelottiga respekt. Uchrashuvning ikkinchi bo'limining o'rtalarida Carlo Ancelotti Rodrigoga o'yindan chiqishini aytdi va uning o'rniga Asensioni tushirdi. Rodrigo bu qarordan norozi bo'ldi va xatoga yo'l qo'ydi. U Ancelotti bilan qo'l berib salomlashmadi. Shu paytda Carloning reaksiyasiga qarang. Go'yo Rodrigo katta muammoga tushgandek. Rodrigo o'rindiqqa o'tirganda murabbiy uning oldiga kelib, shunday dedi: "Qara, hozir qilgan ishing yaxshi emas. Tushunaman, sen yoshsan, lekin eslab qol. Hech qachon murabbiy qarorini mensimaslik kerak emas. Har qanday holatda ham men bilan salomlashishing kerak." Rodrigo hammasini tushundi va javob berdi: "Kechirasiz boss, bu mening xatoim. Bugun juda yomon o'ynadim va maydonda hech narsa qila olmaganimni tushunaman. Men bundan yaxshiroq bo'la olaman." Ancelottiga faqat tik turib olqishlash mumkin. U juda xotirjam tarzda Rodrigoga hayotiy saboq berdi. Murabbiyga hech qachon hurmatsizlik qilish mumkin emas. O'yindan keyin esa Ancelotti aksincha shogirdini himoya qildi. U men bilan salomlashmadi, chunki menimcha u shunchaki unutdi. Boshqa sabab ko'rmayapman. Men unga almashganda salomlashishni unutmaslikni aytdim. Carlo Ancelotti bilan Real Madrid futbolchilari haqiqatan ham intizomli edi.